bir narsaga diqqat qaratishni so'ramoqchiman. Mana amaliyotda bir tasavvur shakllanib qolganki, tashkilotlarda, umuman ish beruvchilarda tasavvurida mana tashkilotga qisqarish keldi. Mana shu qisqarish jarayonida bizda bir shunaqa yozilmagan bir prinsip borki, oxirgi kelgan ketadi. Ya'ni tashkilotga oxirgi misol ishga qabul qilingan xodim qisqarishga tushadi, u birinchi kelganlar ishda qoladi degan bir tasavvur bor. Bu noto'g'ri. Sababi Mehnat kodeksining 167-moddasi aynan shu masalani tartibga soladi. Ya'ni agar tashkilotga qisqarish kelsa, birinchi navbatda malaka hamda mehnat unumdorligi yuqori bo'lgan xodim qoladi. Misol, shtat qisqarish keldi, bitta bo'limga shtat qisqarish kelyapti, ikkita xodim bor, bittasi qolish kerak. Bu xodim 20 yildan beri ishlayapti. Lekin bu yangi kelgan xodimda malaka unumdorligi yuqori. Agar buni malaka unumdorligi yuqori bo'lsa, bu xodim ishda qoladi, garchi bu oxirgi kelgan bo'lsa ham. Ya'ni birinchi navbatda malaka unumdorlikka qaraladi. Shunga e'tibor qilinglar. Uni staji, u birinchi kelganligi u ikkilamchi narsa. Birinchi o'rinda malaka unumdorlikka qaraladi. Endi keyingi masala tug'iladiki, xo'p, malaka unumdorlik masalasini qanday aniqlaymiz degan masala. Mana Mehnat kodeksining 369-moddasi bor. Xodimning o'sha kasbiy malakasini tartibga soladi. Endi bu holatda tashkilot o'zi alohida komissiya tuzishni tavsiya qilamiz. O'sha qisqarish jarayoni boshlansa, tashkilotda alohida komissiya tuzilib, mana shu xodimni malaka unumdorlik darajasini komissiya o'rganib chiqadi. Misol, KPI ko'rsatkichlari bo'yicha, mana KPI deymiz, Key Performance Indicator, xodimda o'sha asosiy samaradorlik ko'rsatkichlari bo'yicha. Shu bo'yicha aniqlanadi, o'sha komissiya o'zi baho beradi. Bu ham endi asoslangan bo'lish kerak. Endi malaka unumdorlik teng. Malaka unumdorlik teng bo'lsa, ana endi Mehnat kodeksining 167-moddasining 2-qismi bo'yicha unda qaraladi. Ya'ni qaramog'ida 2 yoki undan ortiq shaxs borligi, oilada yagona boquvchiligi, tashkilotda ko'p yillik mehnat stajiga ega ekanligi, yoki bo'lmasa mana shu tashkilotda mehnatda ayblanganligi, kasb kasalligiga chalinganligi, intizomiy jazoga tortilmaganligi va hokazo. Bular ikkilamchi narsa ekan. E'tibor qildilaring-a? Ya'ni birinchi navbatda malaka unumdorlikka qaraymiz. Endi savolda so'ralganda, agar xodimda malaka unumdorligi bir xil teng bo'lsa, ana endi qaysidir xodimda staji yuqori bo'lsa, ya'ni ko'p yillik stajga ega bo'lsa, bu xodim qolishi mumkin. Endi bitta qiziq joyi. Xo'p, xodim, ikkita xodim, malaka unumdorlik teng. Bu xodimda misol A xodimda tashkilotda staji ko'proq. Lekin B xodim aytaylik, oilada yagona boquvchi yoki qaramog'ida 2 yoki undan ortiq shaxs bor. Demak, bunda ikkalasi ham teng huquqli bo'ladi. Endi bunda qaraladi, haraga poyiga ketadi, sodda qilib aytsak. Ya'ni kimda imtiyozli huquq ko'p bo'lsa, o'sha ishda qoladi. Endi mana u tashkilotda ko'p yillik staji bor xodim, misol, intizomiy jazosi bor. Bu xodim rag'batlantirish olgan. Bunda bu xodim qoladi. Chunki buni ko'p yillik staji bo'lsa ham intizomiy jazoga tortilgan. Bu xodim intizomiy jazosi yo'q, tashkilotda rag'batlantirish choralari qo'llanilgan. Demak, bunda imtiyozli huquq ko'p ekan. Demak, mana shu holatda ham 167-moddada buni staji ko'p bo'lsa, bu darrov bu qoladi degan tasavvurga bormaslik kerak. Ya'ni o'sha 167-moddadagi imtiyoz, ya'ni o'sha ustuvor nimalar kimda ko'p bo'lsa, o'sha qoladi. Buni faqat staji ko'p, lekin bu xodim garchi staji kam bo'lsa-da, bunda o'sha 167-moddada ko'rsatilgan holatlar bunda ko'proq. Qaramog'ida 2 yoki undan ortiq shaxs bor, oilada yagona boquvchi, rag'batlantirish choralarini olgan. Bunda bu xodim ishda qoladi.